Adasi, bugun o'rtoqlarim bilan o'tirishim bor edi. Borib kelsam bo'ladimi? Kech tushmasdan qaytaman. Mayli. Pulni olgin. Yo'q, o'zimda bor. Yo, yoningda tursin, men olib qo'yaver. Rahmat, kattakon. Kech tushmasdan tezroq aytgin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Mayli. Bardor ko'rdingmi buni? Ha, Kim kley qilib qo'ydi buni? o'sha yerdagi odamlar kleylab qo'yishdi-da. Mayli. Uzr, sizga xarajatga tushirdim. Chiqsa yo'q, bitta parol ekan. Shunaqa bo'lish kerak ekan, bo'ldi-da. Bo'pti, yur, uyga kiraylik. Pochcha mana shu yoqdi. Juda yaxshi tanlov. Bu Aliya modelimiz. Bu modelimizni Magnat Asia mebel korxonasi o'zi ishlab chiqaradi. Biz 26 yildan beri mebel sohasida o'z ish faoliyatimizni olib boramiz. Bu mebellarimizda Rossiyaning o'zidan birinchi qo'lda kelgan rossiyskiy laminatli ishlatamiz. Agar xohlasangiz, yana yangi modellarimiz bor, ularni ham ko'rsataman. Mayli. Yuring. Rahmat sizga kattakon. Yaxshi ham borsiz. Menga, mana oilamga juda katta yaxshilik qildingiz. Men rahmat deysan. Bu yangi modelimiz 100% krashini MDF dan tayyorlangan. Agar bizani korxonamizdan qaysi bir modelimiz sizga ma'qul kelsa, Toshkent shahar ichida yetkazib yig'ib berishimiz korxonamiz nomidan bonus sifatida bepul qilib beramiz. Pochcha mana shu yoqdi. Hisob-kitob qilib bering. Qaynukamning to'yiga mendan hadya. Xo'p bo'ladi. Kosalar yuvilmay qolib ketibdi-yu. Bu joyga chiqib ketdimikin? Mayli. Voy, assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom. Qo'shnimiz Omina opani mazalari bo'lmaganiga ukol qilib qo'y deb chaqirgandilar. Omina opa yaxshimilar hozir? Ha, yaxshilar. Ha, yaxshi. Voy, idishlarni ham yuvib qo'ydingizmi? Ha, qolib ketgan ekanda. Uzr adasi. Xijolat bo'lma. Har doim xatolarimga, kamchiliklarimga ko'z yumasiz. Qo'lingizdan kelgancha yaxshilik qilishga harakat qilasiz. Erkak kishi ayoliga yaxshilik qilishi bu farz. Lekin undan kamchiliklarni qidirish to'g'ri bo'lmaydi. Xato kamchilik hammada bor. Ayolda agar kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, biz erkaklar bu kamchiliklarga ko'z yumishimiz kerak. Chunki er va xotin bir-biriga libosdir.